Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga paparotnik guli haqida kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman. Paparotnik guli gullamaydi. Yorug'lik ertalabki quyosh nurlari derazadan sal nari shimoliy, g'arbiy, janubiy deraza tokchalari o'simlikka uzog'i bilan 14-16 soat yorug'lik muhim bo'ladi. Chunki bu yorug'likda gul o'zi uchun kerakli bo'lgan moddalarni yorug'lik orqali barglarida fotosintez qilib o'zini oziqlantirib olish xususiyati paydo bo'ladi. Bu gulimizning harorati haqida aytib o'tsam, harorati o'sish davrida +20 gradusdan +24 gradusni tashkil etadi. Aynan mana shu harorat oralig'ida gul faol o'sadi va faol harakat qilib tez rivojlanishni boshlaydi. Tinim davrida esa +15 gradus atrofida bo'lishi kerak. Bu gradusdan oshib ham ketmasligi kerak va aksincha gradus harorati pasayib ham ketmasligi kerak, chunki bu gulning tinim davriga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Gulimizning sug'orilishi esa xona havosi issiq bo'lsa tez doim sug'orib turiladi. Tuprog'i ustki qatlami qurishiga qarab albatta barmog'ingiz bilan 2-3 sm tuproq qatlamini ko'rasiz va quriganidan so'nggina suv berib sug'orib qo'yasiz. Har doimgidek ortiqcha namlik va ortiqcha chanqatish mumkin emas. Gulga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Havo namligi esa yuqori bo'lishi kerak. Gulimiz uchun doim sprey qilib turiladi. Barglariga sprey juda ham muhim. Hamda sprey qilsangiz gulingiz yaltirab chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bu gulning yorug'lik davomida fotosintez qilishida ham katta ahamiyatga ega. Dush qilinadi, podyoniga keramzit solib, suv solib qo'yiladi. Dush qilish ham barglariga juda yaxshi foyda beradi. Keramzit bu gulda namlik miqdorini saqlab turadi. Gulimizni oziqlantirish esa mart oyidan sentyabr oyigacha davom ettiriladi. Bemalol erta bahorda mart oyidan boshlab kuzning boshlanishi sentyabrgacha bemalol oziqlantirsangiz bo'ladi. Gul uchun foydali bo'lgan oziqalar juda ham ko'p va bu oziqalar gulga juda ham yaxshi, samarali ta'sir ko'rsatadi. Oyiga 3-4 marta, qishda esa 1 marta issiq joyda turgan bo'lsa, dekorativ bargli gullar uchun deb mo'ljallangan kompleksli mineral oziqalar bor. Aynan mana shu oziqalardan berib borsangiz bo'ladi. Har doimgidek barcha gullar qatori qish oyi bu gulimizda ham oziqlantirish biroz cheklanadi. Chunki qish oyida gul sal sekinroq, ya'ni faolsiz holatda bo'ladi. Bunga sabab yorug'lik va haroratning biroz pasayganligi. O'z nomi bilan qish oyida gullar biroz tinim davrida bo'ladi. Tinim davri oktyabrdan fevralgacha bo'ladi. Ya'ni oktyabr kuz oyidan qishgacha davom etadi. Bu davrda gul biroz kam oziqlantiriladi, sug'orishlar ham kamaytiriladi. Albatta sug'orishlar o'zi tabiiy holat kamaytirilishi, chunki tinim davrida gul deyarli ko'p suv talab qilmaydi. O'zining tuproq tarkibida ancha vaqtgacha namligini ushlab turishi mumkin. Ko'chirilishi esa yosh o'simliklarni yilda, kattalarini esa 2-3 yilda bir marta ko'chirsangiz ham bo'ladi. Albatta tomiri va idishga joylanishiga qarab ko'chirayotganingizda tuproq, ya'ni ildiz qatlami butunligicha olishingiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek yosh novdachalar chiqargan tagidan bularni dam olib chiqqanidan so'ng erta bahorda ko'chirsa bo'ladi. Ko'chirishingizda albatta hozirgi tuvagidan biroz, ya'ni 2-3 sm katta bo'lgan tuvakka ko'chirishingiz kerak. Bu gullar deyarli chuqur tuvak talab etmaydi, o'rtacha bo'lishi kerak. Gulimizga ba'zi paytlar hasharotlar ham hujum qilib turadi. Bular tiliya,
Belyogrelka, Patunni, Klyosh, Shitovka va ildizida ba'zi hasharotlar ildiz qurtlari uchrab turadi. Kasalligi esa quruq havo va noto'g'ri parvarishdan jozibasini yo'qotib qo'yishi mumkin, ya'ni barglari burishib yoki so'ligandek yoki ranglari biroz yo'qolib, gul xunuklashib qolishi mumkin. Albatta, gulga e'tibor bilan parvarish kerak bo'ladi. Har bir gulga ham e'tibor bilan parvarish qilinsa, bunday noxush ta'sirlar yuz bermaydi. Paparotniklar har qanday xonani bezashlari mumkin. Ularga g'amxo'rlik qilish juda ham oson. G'amxo'rligida unaqa injiq gullar turiga kirmaydi. Ferin havoni mukammal darajada namlab turadi va zararli moddalarni o'zlashtirish xususiyatiga ega, ya'ni xonada zararli havo bo'lsa, asosan xonani tozalab berish xususiyatiga ega bu gulimiz. Barglarda o'ta kuchli fotosintez jarayoni kechganligi uchun xonadagi chang va yoqimsiz havolarni o'zida qabul qilib, xonaga toza, sof havo chiqarib berish xususiyati bor bu gulning foydali tomonlari. Paparotnik juda quruq havoga toqat qilmaydi. Shuningdek, atmosferadagi gaz va tutunga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun, agar to'g'ri parvarish bilan qaralsa, paparotnik qurib, kasal bo'lib qolmaydi. Bu agarda gul kasal bo'lib qolgudek bo'lsa, ya'ni barglarida, ildizida, o'sishida biroz muammo paydo bo'lsa, bu xonada biror narsa noto'g'ri ekanligini anglatadi. Bu gulimizni doimiy joyini almashtirib turish ham gul uchun yaxshi emas. Aynan gulga foydali va to'g'ri joy tanlash kerak va iloji boricha o'sha joydan ko'chirmaslik kerak bo'ladi. Har qanday gul ham joydan joyga ko'chishni xush ko'rmaydi. Ba'zi gullar bargini to'kib yuborishi mumkin. Paparotnikning ham barglariga ta'sir qilishi mumkin. Albatta, o'rgangan joyi va o'ziga qulay bo'lgan joyda gullar yaxshi o'sadi. Paparotniklarni yotoqxonaga qo'ymaslik kerak. Bu asosiy ma'lumot hisoblanadi. Chunki ular kechalari karbonat angidridni ko'p ishlab chiqaradi va kislorodni o'zlariga tez qabul qilib oladi. Xonada kislorod miqdori qolmasligi mumkin. Shuningdek, ularning sporalari allergiyaga olib kelishi mumkin. Allergiyasi bor odamlarga juda ham salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun allergiya bilan og'riganlar hamda teri kasalliklari bo'lgan odamlar paparotnik gulini parvarishda juda ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu gulimiz yosh bolalardan uzoqda bo'lishi kerak, asosan yotoqxonalarga qo'yilmasligi kerak. Ham xonada kechasi karbonat angidrid miqdori oshib ketishi mumkin va allergiyasi bor odamlarda salbiy holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu gulimizga ham e'tibor va parvarish kerak. Hamma gul ham e'tibor parvarish bilan chiroyli yashnab o'sadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi azizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'lingizlar.